Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining Navbahor MFga qarashli hududdamiz. Mana yana bitta noqonuniy qurilma. Bu Zibirda o'rni bo'lgan joy. Hozirgi kunda zidiga bo'lgan. Mana bitta inson shunday qilib bekitib, mana g'ishtlargacha olib kelib qo'yilgan. Bu Dang'ara tumanida bir qonun qoida degan narsa hech narsa qolmadi. Bu murojaatim Farg'ona viloyati kadastr agentligi boshlig'i Nozirjon Mashrapov sizga. Bu narsa 24-yil adashmasam noyabr oyida bunga chora qo'llangan deyilgan, lekin hozirgacha mana turibdi bu beton. Mana g'ishtlarga to'kib qo'yildi, yana qayta qurish boshlash niyatida. Qachon bu noqonuniy qurishlar to'xtaydi Dang'arada? Nozirjon Mashrapov, bu Jasurbek degan yigitlaring Dang'aradagi Dang'ara tumani kadastr agentligi boshlig'i Jasurbek degan yigit bunga chora qachon ko'radilar? Bular endi bu Dang'arada noqonuniy qurishlar. Bunga chora ko'rilsin. Dang'ara yerlari hamma joy noqonuniy qurish bo'lib ketdi-yu. Mana balki choyxona qililarmish. Na qaror bor, na birorta shartnoma bor. Xohlagan odam xohlagan joyiga kelib olib o'tirib olaversa, qurilish quraversa, davlatimiz qayerga qarayapmiz? Biz davlatchiligimiz qayerga qarayapti? Bu mana bu markaziy bizning shifoxonamiz bo'ladi. Mana shifoxonani shunday yoni, mana laboratoriya, mana shifoxonani shunday yonida turibmiz mana. Kimlardan bular ruxsat olib qilyapti, tushunmayapman. Bularda tagida yo bularda kirishasi kim o'zi? Men sizdan so'rardim, zudlik bilan bunga chora ko'ring. Tezlik bilan chora ko'rmasangiz, bunaqa noqonuniy qurishlar davom etaveradi. Jasurbek eplanmayaptimi? Boshqasini qo'ying, eplaydiganda qo'ying. Jasurbek umuman eplanmayapti. Nodirbek Mashrapov, sizdan so'rardim shuni, iltimos qilardim. Bunaqangi qurilishlar hali avjida. Bitta ikkitasini buzganda hech qachon mana tepani ham ichkariga qo'yib yuborgan mana. Tepa ham ichkarida qolgan mana. Bitta ikkitasini buzib, ikki tarafga chiqarib buzilganda hech kim noqonuniy qurilish qilmasdi. Sizdan iltimos qilib so'rayman yana bir bora. Dang'ara tuman hokimi Sho'rajon Tojihakimov, siz ham buni nazoratga olasiz degan umiddaman. Bular endi Dang'arada noqonuniy qurishlar. Hurmatli yurtdoshlar, o'zlaringni fikrlarini bildirarsizlar, lekin kommentariyada so'kinmasdan, iltimos, haqorat qilmasdan o'zlaringni fikrlarini bildiringlar. Agarda Dang'ara tumanida shunaqangi noqonuniy qurishlar bo'lsa, qo'llaringda hujjatlar bo'lsa, asosli bo'lsa, men sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Mening telefon raqamim 90lik 309 0505. Hammamiz birgalikda kurashsak, bunaqangi noqonuniy ishlar bo'lmaydi. Bu hammani yeri. Meni emas, siz emas, hammani, bu Dang'ara xalqining yeri. Xalqni yerini talon-taroj bo'lishiga qarab turishimiz bizga ham to'g'ri kelmasa kerak. Inson sifatida. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.